Yana bir oxirgi toifa odamlar kasb-kor qilishda shariat buyurgandek harakat qiladi. Dinimiz nimani buyurgan bo'lsa, mana bu kasbni qilgin, o'shani qiladi. Mana bu kasbni shubha harom aralashgan bo'lib qolishi mumkin, buni qilmagin, o'shani buyurgan. Kasb-kor uchun oxiratini unutib qo'ymaydi, Allohning buyruqlarini unutib qo'ymaydi. Dunyoga deb chopib hamma narsani esdan chiqarib yormaydi. Ya'ni ikkalasini ham o'rtacha mo'tadil olib boradi. Mana bular haqiqiy dinimiz buyurgan holatda kasb-kor qilayotgan odamlar bo'ladi. Insonning kasbida va luqmasida halollik bo'lsa bir qancha foydalari bor ekan. Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi aytadilar: "Bima talinul qulub qala bi aklil halal." O kishidan qalb nima bilan yumshaydi deb so'raganlarda nima dedilar? Halol yeyish bilan qalb yumshaydi. Pokiza haloldan topilgan rizqni yegan odamni, shu bilan nafaqalangan odamni qalbi yumshoq bo'ladi. Shubha harom aralashgan narsani farqiga bormasdan, uni oldiga ketiga qaramasdan, haromdan kelyaptimi, haloldan kelyaptimi, buni o'ylamasdan iste'mol tanovul qilayotgan odamni qalbi qotib qoladi. Qalb qotsa nima bo'ladi? Qalb qotsa ibodatni halovatini sezmaydi. Qalb qotsa duo ijobat bo'lmaydi. Qattiq qalbdan, qotib qolgan qalbdan Alloh duoni qabul qilmaydi. Qalb qotib qolsa boshqalarga nisbatan rahim shafqatli bo'lmaydi. Qalbi yumshoq odam boshqalarga rahim shafqatli bo'ladi. Boshqalarni o'ylaydigan bo'ladi. Boshqalar uchun jon kuydiradigan bo'ladi.